my sister. Here's my brother. Here's my home. Here's my son. Here's my daughter. Here's my home. Here's my city. Here's my country. Here's my soul. Here's my freedom. Here's my East Turkestan. Assalomu alaykum. Aziz qarindoshlarım. Men Norvegiyadan Sirajidan bo'laman. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi dard alamlik bag'ri qonga zardobga to'shib ketgan aziz qarindoshlarim, hammanglarga ma'lumki, biz Uyg'urlar hozirgi kunlarda zo'r ko'lamlik irqiy qirg'inchilikka duch kelyapmiz. Va bu ichinishlik tragediyaga Xitoy kommunistlarining ana tuprog'imiz Sharqiy Turkistonda qurgan jazo lagerlari sabab bo'lyapti. Va yoshirin qurilgan ish a'zoni elish tirik operatsiya omborlari sabab bo'lyapti. Va Sharqiy Turkistondagi Xitoyning zo'r mablag' ajratib soldirgan maxsus Uyg'ur ko'ydirish o'choqlari sabab bo'lyapti. Hammanglarga ma'lum, istiqlol xabar to'rida Xitoy lagerdagi tutqunlarni Xitoy o'lkalariga tarqatishga boshlagan mavzuliq xabarda razil Xitoy kommunistlarining ana tuprog'imiz Sharqiy Turkistondagi irqiy qirg'inchilik jazo lagerlaridagi chorasiz, gunohsiz xalqimizni xalqarodan va xalqaroliq muxbirlardan yoshirib, Xitoyning ichki o'lkalariga opirib, ismsiz, nomsiz, adressiz g'oyib qilayotganligini bilib turibdimiz. Mushundaq bir paytlarda biz guvohlik berishdan qo'rqib, yoshirinib olsak, biz Uyg'urlar yer sharidan g'oyib bo'lib ketamiz. Ham yo'q bo'lib ketishga guvohlik bermagan qarindoshlarimiz bu g'oyib bo'lib ketishimizga to'kib qo'shgan bo'lamiz. Ya'ni men har qaysi davlatlardagi hayot mamatlik imzo to'plash faoliyatlariga butun dunyodagi aziz qarindoshlarimning aktiv ovoz qo'shishini orzu qilaman. Aziz qarindoshlarim, men ekran oldida shundoq guvohlik beramanki, shu Sharqiy Turkistondagi Xitoyning qurgan, ishplas Xitoy kommunistlarining qurgan jazo lagerlarida mana mening opam Arzugul Aziz 65 yosh. 65 yosh. Hozirgacha 2017-yil akirib ketgan. Hozirgacha shu ishplas Xitoyning irqiy qirg'inchilik lagerida yetyapti. O'likmi, hayotmi? Buni men bilmayman. Baxtiyor Niyoz 56 yosh. Hozir Xitoyning jazo lagerida yetyapti. Bir yildan ishib ketdi, 2017-yil akirib ketgan. Bu Baxtiyor kam kim desanglar, Sharqiy Turkistonning atoqli ovoz artisti va kino rejissyori Gulbar Abdurahmon 53 yosh. Sharqiy Turkistonning atoqli ovoz artisti va kino artisti. 2017-yil 9-oyda olib kirib ketgan pete jazo lageriga hozirgacha izderki yo'q. Abdusami Ubul Qashqar Marolbeshi To'mishq shahridan 3-sentabr rak kasalligiga giriftor bo'lib qazo qildi degan sababli ulikini achiqib urutqanlarga tashlab beribdi oiladagilarga. Bu Sharqiy Turkistonning atoqli ovoz artisti ham kino artisti. Ticaretçi qarindoshlarımizdan Tursunjon Siyit, ticaretçi Tursunjon Siyit Sharqiy Turkistonning Yakan shahridan 2017-yili 5-oyda Xitoyning Sharqiy Turkistondagi
jazo lagerlariga olib kirib ketgan peti hozirgacha o'likmi tirikmi izderiki yo'q. Ya'ni Tursunjon qarindishimning Mijit, Yusufjon qatorliq og'illarimi Sharqiy Turkistonning jazo lagerlariga olib kirib ketgan peti hozirgacha izderiki yo'q. Tijoratchi Obul Qosim yurti Qashqardan 2017-yil 5-oyda Xitoyning irqiy qirg'inchilik lageriga olib kirib ketgan peti hozirgacha izderki yo'q. 4 bolasi bilan ayoli sarson sargardonlikda yuryapti. Sanavar Abdurashid G'uljidan, Sharqiy Turkistonning G'ulji shahridan 2017-yil 4-oyda Xitoyning irqiy qirg'inchilik lageriga olib kirib ketgan peti hozirgacha o'likmi, tirikmi izderaksiz. 41 yosh. Ya'ni Sanavar qarindishimning tuqqanlaridan bo'lgan Abdurahmon Ablat 17 yosh 2017-yil 4-oyda olib kirib ketgan peti izderaksiz, g'oyib. Dadisi Ablat sababsiz Xitoyning turmusida sababsiz kesilib ketgan. U yoqdan video chiqdi deb. Amina Abdurahmon 42 yosh. Sharq Turkistonning Urumchi shahri Tangirtog' rayoni Sho'rbuloq ko'chasida o'ltirdi bu qarindishim. Mana Amina Abdurahmon 42 yosh. Aziz qarindoshlarim, Sharqiy Turkistonda mening birla opam dadam yo'q. 35 million opam dadam bor. 35 million adam singlim bor. 35 million akam inim bor. 35 million tuqqanlarim, og'illarim, qarindoshlarim bor. Rezil Xitoy kommunistlari, ushoq chidamas Xitoy kommunistlari, sen bularni qirib tugatanmaysan. Sen bularning hisobini bütün xalqaroga bersan. Anglab qo'y. Bizga bersan. Ya'ni bularning hisobini menga bersan. Mushi yer sharida eng oxirgi bir Uyg'ur qolsaqmi? Sana Sharqiy Turkistonni hergiz berib etmaymiz. Sharqiy Turkistonning mirosxo'ri mana biz Uyg'urlar. Bütün dunyodagi aziz Uyg'ur qarindoshlarim, biz yaqinda zo'r qirg'inchilikka duch kelamiz. Hammanglar o'shinglarni yig'inglar, aqlinglarni ishiltinglar, ittifoqlashinglar. Aziz qarindoshlarim, bizga ittifoqlik kerak. Biz endi bütün sap bo'yicha olg'a degan yangi Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mening ismim Bilal Ibrahim Turkistoniy. Men Sharq Turkiston davlatining Sanji shahrida tug'ilgan. Biz oilada 2 o'g'il, men uyning cho'ng o'g'il. Men vatandan 2007-yil 3-oyning 17-kuni ayrilgan. Ta bugunga qadar sirtda yashayapman, hozir yashayotgan davlatim bo'lsa Amerika Qo'shma Shtatlarida turayotgan o'rnim Virginia shtati, Fairfax shahri. Bu 10 yil jarayonida 12 yil bo'lay dedi, ya'ni 12 yil jarayonida men vatanga qaytib boqmadim, berib boqmadim, ota-onam bilan ko'rishib boqmadim. Bizniki eng oxirgi qitim oilamizdagilar bilan shaxsan meniki ko'rishgan vaqtim 2016-yilning oxiri, ya'ni hozir taqriban yani 2 yildan oshibdi. 1,5 yilning oldida meniki inimni, ya'ni Jaloliddin Ibrohim, bu mening inim bo'ldi. Inimni akirib ketgan Xitoy. 5 oylik bolasi bor vaqtda akirib ketgan. 1,5 yildan yoqi shu concentration camps, ya'ni Xitoyning atalmış tarbiyalash markazi degan bir turma menga nisbatan. Shu adati. Biz bundan xabar tepib ham ko'nglimiz nihoyat yerim bo'ldi, ham shunday bo'lsin Allohdan sabr qildik. Ammo shu yaqinqi 5-6 oyning oldida biz yana boshqacha bo'lgan bir shum xabarlarni oldik. Ya'ni meniki dadam bilan onam bu suratdagi bir jup ayol bo'lsa, meniki ota-onam. Dadamning ismi Ibrohim Abdulg'afur Kamil, onamning ismi Bahargul Xo'ja Abdullah. Yana bir parcha surati bor. Bizning tuqqanlar bilan tushgan vaqtda to'yda tushgan suratiga. Ammo telefonni yo'llab bergan buni 3 yildan oldida saqlab qo'ygandim. Bularni shu Ramazondan oldida
4-5 ayning oldida. Yerim kechida uxlayotgan vaqt yerim kechida uyga bostirib kirib, bularni tutib olib ketgan, ko'zlarini etib, qo'llarini bog'lab, qo'llarini bog'lab. Hozir qadar ham bizningki aloqamiz yo'q. Qayerga olib ketdi? Xitoy hukumatı o'ltiryaptimi yo qanday qildi? Bizningki shaxsan men hech qanday bir aloqam yo'q hozir. Ammo ma'lum qarindoshlarimningki vasitasi bilan bularningki tutilganligini men va shu bizningki o'sha başdagi ishkaylik namoyishimizni boshlab bir 15-20 kun bo'lgan vaqtda bularning tutilganlik xabarini oldim. Keyin surishtirsam bularni shu Ramazondan ilgari tutib qo'yibdi. Buningki meningki dadamningki ikkinchi inisi İsrail degan tog'amningki ayoli mana. Men eng chatdan qizil qora nima bilan qalam bilan marka qilib qo'ygan seriqchash ayol maydasida sol ko'ksiga qizil gul taqib olgan. İsmi Bahargul Alijon. Bu meningki ikkinchi tog'amningki ayoli bo'ldi. Bu hammomni 2 yilning oldida bir Turkiyaga chiqqan bir bana bilan, yana Xitoyningki o'zi qonunliq bergan pasporti Turkiya vizasini olib bir sayohat qilish nimasi bilan o'mak bilan birga Turkiyaga chiqib İstanbul, Anqarani ziyorat qilib, undan keyin qaytib kelgandan keyin Xitoylar so'rab qilib, undan keyin ya bo'ldi, sen aminasan Pokiston bu degandek bir gaplarni qilib 2-3 soat so'rab qilgandan keyin qo'yib o'tgan. Bir haftadan keyin kech uxlayotganda Xitoy soqchilari uyga tuyuqsiz bosib kirib, shu uxlash kiyimlari bilan olib chiqib ketgan bu hammomni. Şu an bu bir yerden hammamiz bütün dünyadagi qarindoshlarimiz hamda hozir Xitoyning zulmini oshkorlab buni beryapmiz. Hamda men hozir o'zimningki oila tavovatlariningki tutilganlik meniki ota-onam, enim, ammam. Ham qanchalik odam tutildi uni biz bilmaymiz hamda Sanji shahar ichidan. Boshqa yerlardan nurg'un odam tutilyapti. Bizning Sharq Turkistondagi har qanday yeri hozir shu o'xshash bir situation, o'xshash bir ahvol, o'xshash bir durumda. Şu an ben bunu anlatıştaki maksat, yani bizninki erkin dünyada yaşayotgan, erkin bir memleketlerde yaşayotgan başka qarindoshlarimiz mı? Mayli siz Amerika pasportu bulun yoki Türkiye grajdanligini ilam, yoki Avropaning grajdanligini ilam. Sizninki shunmaganda yiroq tuqqanlaringizda bir ikki odam shu jazo lageri degan turmada. Şu an ben bütün dünyadaki barlıq Şarkı Türkistan'dan çıqqanlam adam olduken muşu guvoh berish faoliyatiga aktiv ovoz qo'shib, bütün dünyadaki sosyal medya, bütün axborot vositalarini, muxbirlarning diqqatini biz qo'zg'ab, Sharq Turkiston davlati uchun o'zimizningki bir kishilik hamda og'zaki shunday bir isbot beradigan işlerimizni dunyoga anlatmasak, qarindoshlar, biz shu vatanga, mushu bizningki oldimizda tirik tutilib ketgan ota-onalarimizga, qarindoshlarimizga, ak fikrlarimizga, ota-onalarimizga va boshqa oila a'zolarimizga biz yuz kelmaymiz. Birinchi vatanga, ana vatanga, ikkinchi mushu oila a'zolarimizga. Chunki biz şu vatanninki balisi, şu vatanning avlodi. Bizning qo'limizdan hozir hech qanday narsa kelmagan bilan bu faqat Alloh subhanahu va taolo bizga gap qilishdan iborat, so'z qilishdan iborat bir so'zlash imkoniyatimizni buningda ayirib Şu an bütün dünyadagi qarindoshlarim shunday bir chaqiriq qilamanki, bütün dünyadagi Sharq Turkistonlik musulmonlar, Sharq Turkistonlik qarindoshlar, mayli siz Uyg'ur bo'lin, Qozoq bo'lin, Qirg'iz yoki O'zbek yoki Tatar bo'lin. Shu besibilingan Xitoyningki atalmış nomi bilan atalgan Xinjiang deb qo'yilgan shu Sharq Turkistonga ega chiqing. Bu zaminning ismi Sharq Turkiston. Shunsiz Sharq Turkistonning avlodi bo'lib ekansiz. Mayli siz shu turkiy millatlarning ichidagi qanday millat bo'lin, siz bu guvohlikni berasiz. Bu guvohlikni bering. Bu şu yerdeki bizdeki milletlerimizdeki
qarindoshlarimizningki, urug' tuqqanlarimizning, do'st birodarlarimizningki qirilib ketishiningki oldini biroz usimi oladi, biroz usimi to'saydiganga axborot vositalari bilan biz bunga kuch chiqarmasak bo'lmaydi. Ham shunday qilishimiz bizga farzi ayn. Buni qilmasak bo'lmaydigan holatga yetdi. Shunga qarindoshlarningki mushu guvohlik berishni iborat mushu bir sahifiga qarindoshlarimizningki aktiv ovoz qo'shishini men Bilal İbrahim Turkistani shaxsan Amerikadan bütün keng xalq, ya'ni Sharq Turkiston xalqiga murojaat qilaman. Alloh ulardan razı olsun. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.